Opa bilan jiyanlar keladi uyga mehmondorchilikka bilsanglar. Voh! Kelishi bayramda ulardi. Kelishi bayram o'zi. Ketishi yana bitta bayram. Ketishi o'zi bu ikkinchi bayram. Shu mana misol ertalabda jiyanlar bilan opaz uyda qolayotgan bo'ladi. Men ko'chaga chiqib kelaman. Hammasi kech payt kelasiz, opaz qog'im bunday o'qigan. Endi bilasizlar, opalar ish qilsa buni dunyo his qilish kerak. Opa nima bu nastroyeniyni ko'p olsiz? Uy yig'ishtirilganini ko'ryapsan, top-toza uy turibdi. Kimga rahmat deyish kerak. Men ketayotganimda ham toza edi-da uy. O'rtada bir palit olib, keyin opam yig'ishtirgani u meni aybim emas-da. Nimadir tashlasam, birovning mehnatini qadriga yetgan deb aytadi. Opa, menga o'zingizni birov deb tanishtirmayman. Men bilaman sizni asl yuzingizni. Ayam shunaqa deydi. Jiyanlaringga ko'chadan narsa ko'tarib kel deydi. Narsa ko'tarib kel. Men shunaqa yoshdaman, jiyanlarimga ko'chadan narsa ko'tarib kelaman. Yarim soatdan keyin o'zim teng yamini bo'lib olib yeb o'tirgan bo'laman. O'zimnikini birinchi olib jiyanimnikiga o'taman. Moniya bersam, yeb qo'yaman. Ayamga bermoqchi edim desa, ayam yemaydi. Yaxshiligida menikini yeb to'ygan, berav.